Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Bu barcha pensionerlar uchun taqiqlanadi. Gap oddiy qoida haqida emas, balki pensiyani to'xtatib qo'yishi, ortiqcha olingan pulni qaytarishga majbur qilishi, hatto ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikkacha olib borishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketadi. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va pensioner nomidan pul olib yurgan yaqinlariga ham tegishli. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik men bilmagandim. Bunam xabar qilish kerakligini tushunmagandim. Kartani o'g'lim ishlatib tursa nima bo'libdi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda aynan mana shunday beparvolik katta muammoga aylanadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Avvallari pensiya masalasida ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla, pochta va shaxsiy murojaatlar orqali yuritilardi. Pensioner pulini ko'pincha naqd ko'rinishda olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamning o'zi borib olardi. Biror o'zgarish bo'lsa, masalan pensioner boshqa joyga ko'chsa, chet elga chiqsa, ishga joylashsa, nogironlik holati o'zgarsa, bu ma'lumotlar darhol hamma idoralarga yetib bormasligi mumkin edi. Natijada ayrimlar ataylab yoki bilmasdan pensiyani eski tartibda olib yuraverardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya tizimi ancha raqamlashtirildi. Bank kartalari, elektron bazalar, soliq ma'lumotlari, fuqarolik holati dalolatnomalari, chegara kesib o'tish ma'lumotlari, ishga qabul qilish bo'yicha elektron mehnat shartnomalari bir-biri bilan bog'lanib bormoqda. Ya'ni bugun biror ma'lumotni yashirib qolish avvalgidek oson emas. Siz xabar bermasangiz ham tizim ertami kechmi ko'rishi mumkin. Eng yomoni aniqlanganda shu paytgacha ortiqcha to'langan summa hisoblab chiqiladi va qaytarish talab qilinadi. Men bugun aynan nimani tushuntirmoqchiman? Pensiya uchun taqiqlangan eng xavfli xatti harakatlar quyidagilar. Yolg'on ma'lumot bilan pensiya olish, o'zgarishlarni yashirish, boshqa odamning pensiya kartasidan egasining roziligisiz foydalanish, pensioner vafot etganidan keyin uning pulini yechib olish, qonunga zid ravishda ikki tomonlama to'lov olish, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyada shartlar o'zgarganini bildirmaslik. Bularning har biri oddiy ko'ringani bilan oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Birinchi muhim qoida. Pensioner o'z pensiyasini olish huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmasligi kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Agar sizning holatingiz, daromadingiz, yashash joyingiz, ish faoliyatingiz, nogironlik guruhi, oilaviy holatingiz yoki pensiya turiga ta'sir qiladigan boshqa vaziyat o'zgarsa, bu mening shaxsiy ishim deb o'ylamang. Ayrim o'zgarishlar pensiya miqdoriga, ayrimlari esa umuman pensiya to'lanishiga ta'sir qiladi. Masalan, bir odam yoshga doir pensiya oladi. U pensiya yoshiga yetgan, hujjatlari to'g'ri, har oy 1.200.000 so'm oladi. Bu odam oddiy pensiya oluvchi bo'lsa, ishga kirishi uning pensiyasini avtomatik to'xtatadi degani emas. Ko'pchilik shundan qo'rqadi. Ishga kirsam pensiyamni olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Har doim ham unday emas. Lekin ayrim ustamalar, ayrim imtiyozli to'lovlar, ayrim maxsus pensiya turlarida ish faoliyati muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishga kirganingizda yoki mehnat shartnomasi tuzganingizda bu ma'lumot tizimda aks etadi. Agar siz biror qo'shimcha to'lovni ishlamayapman degan asosda olayotgan bo'lsangiz, muammo paydo bo'ladi. Ikkinchi misol. Ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzand 18 yoshga to'ladi. Keyin o'qishni davom ettirsa, kunduzgi ta'limda o'qishi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar farzand o'qishni tashlab ketsa, chet elga ketib ishlasa yoki kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tsa, bu holat to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ona esa baribir pul kelib turibdi-ku deb kartadan yechib yuraveradi. 1 yil davomida oyiga 9.000 so'mdan tushgan bo'lsa, ilk oyda 800.000 so'm bo'ladi. Keyin tekshiruvda farzand o'qimagan davrda to'lov noto'g'ri amalga oshirilgani aniqlansa, ana shu summani qaytarish masalasi chiqadi. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning guruhi qayta ko'rikdan o'tganda o'zgaradi. Masalan, oldin I guruh bo'lgan, keyin o'ti guruhga o'tkazilgan yoki nogironlik muddati tugagan, lekin u qayta ko'rikka bormagan. Ba'zi odamlar bormasam eski pensiya kelaveradi deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli. Chunki tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli komissiya ma'lumotlari ba'zilarda aks etadi. Agar pensiya eski guruh bo'yicha ortiqcha to'langan bo'lsa,
fark summasi qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, sizlar I guruh bo'yicha 1 million 500 ming so'm, uch guruh bo'yicha 1 million 100 ming so'm bo'lsa, oyga 400 ming so'm farq chiqadi. Oyda bu 4 million so'm bo'ladi. Bu pulni qaytarish pensioner uchun og'ir yuk. 4-chi eng og'ir holat. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish. Men buni alohida ta'kidlayman. Bu barcha pensionerlarning yaqinlari uchun eng xavfli taqiqlardan biri. Odam vafot etdi, lekin pensiya kartasi uyda turibdi. Pin kod farzandida yoki nevarasida bor. Keyingi oy kartaga pensiya tushdi. Kimdir daf xarajatiga ishlatamiz. Baribir otamning puli-ku. Davlat bilmaydi deb yechib bo'ladi. Mana shu joyda jiddiy muammo boshlanadi. Vafotdan keyin tushgan pensiya qonuniy tartibda hal qilinishi kerak. Har bir summa meros, dafn puli, oxirgi to'lov va boshqa qoidalar bo'yicha alohida ko'riladi. Lekin kartadan yashirincha yechib olish noto'g'ri. Tasavvur qiling, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Pensiya esa 25 mart kuni kartaga tushdi. Farzandi 1 million 300 ming so'mni yechib oldi. Keyingi oy yana tushdi, yana oldi. 3 oyda 900 ming so'm bo'ldi. Keyin FHD ma'lumoti bazaga tushdi. Pensiya jamg'armasi tekshiradi va vafotdan keyingi to'lovlar aniqlanadi. Bu pulni qaytarish talab qilinadi. Agar ataylab yashirish hujjatini bermaslik, boshqa shaxs nomidan foydalanish alomatlari bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Shuning uchun men doim aytaman. Yaqin inson vafot etsa, hissiyot og'ir bo'lsa ham hujjatlarni tartibga solishni kechiktirmang. 5-holat. Kartani va pin kodini boshqalarga berib qo'yish. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, bankomatdan foydalana olmaydi. Telefondagi ilovani tushunmaydi. Shuning uchun kartasini o'g'liga, keliniga, qo'shnisiga, tanishiga berib qo'yadi. Har oy pensiyamni yechib berasan deydi. Yordam berish boshqa, kartani to'liq nazoratsiz topshirib qo'yish boshqa. Bu yerda xavf juda katta. Birinchidan, pul noto'g'ri yechilsa isbotlash qiyin. Ikkinchidan, kredit, onlayn to'lov, firibgarlik, qarz, mikroqarz kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, pensionerning o'zi qancha tushganini, qancha yechilganini bilmay qoladi. Menga amaliyotda shunaqa vaziyatlar ko'p uchraydi. Bu pensiya kartasini nevarasiga bergan. Nevarasi har oy bu 1 million tushdi deb 700 mingini berib, qolganini o'ziga olib yurgan. Yoki cholning telefon raqami kelinining nomida bo'lgan. SMS xabarnoma ham kelin telefoniga borgan. Chol esa kartasida qancha pul borligini bilmagan. Keyin oilada kelishmovchilik chiqqanda hamma bir-birini ayblaydi. Lekin bank operatsiyalari karta egasi nomidan amalga oshgan bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar uchun amaliy tavsiya, yordam kerak bo'lsa ishonchli odam bilan boring, lekin pin kodni hammaga aytmang. SMS xabarnomani o'zingiz nazorat qiladigan raqamga ulang. Endi men muhim savolga javob beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz pensiyani to'liq qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz, holatingiz va oilaviy vaziyatingiz bo'yicha hech narsani yashirmagan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Oddiy yoshga doir pensionerning pensiya olish taqiqlanmaydi. Pensioner bo'lib, bank kartasidan foydalanish ham taqiqlanmaydi. Farzandingiz sizni bankka olib borish ham taqiqlanmaydi. Muammo yashirish, aldash, begona pulni olish va shartlar o'zgargan bo'lsa ham xabar bermaslikda. Xavotir olishi kerak bo'lganlar esa quyidagilar. Birinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa farzandining yoshi, o'qishi yoki mehnat faoliyati o'zgargan bo'lsa. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar qayta ko'rik muddati yaqinlashgan yoki o'tib ketgan bo'lsa. Uchinchidan, pensioner nomidan kartadan foydalanayotgan qarindoshlar, ayniqsa pensionerning o'zi operatsiyalarini nazorat qilmasa. To'rtinchidan, chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar yoki boshqa davlatdan ham pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lov olayotganlar. Bunday holatda xalqaro kelishuvlar va ikki tomonlama to'lov masalalari alohida tekshirilishi mumkin. Yana bir nozik misol. Pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketdi, lekin ro'yxat eski joyida qoldi. Pensiya kartaga tushayotgani uchun u hech qayerga murojaat qilmadi. Bir qarashda muammo yo'qdek. Lekin ayrim hududiy ustamalar, ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar yashash joyiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam aslida boshqa joyda yashab, eski manzil bo'yicha imtiyoz olayotgan bo'lsa, savol tug'iladi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, rasmiy ro'yxat va pensiya ishini tartibga solish kerak. Birinchi nuanca, hamma to'lov ham pensiya emas. Ba'zan pensioner kartasiga pensiyadan tashqari kompensatsiya, moddiy yordam
parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy to'lov tushishi mumkin. Odam esa barchasini pensiyam deb o'ylaydi. Lekin har bir to'lovning o'z sharti bor. Masalan, parvarishga muhtoj shaxs uchun beriladigan to'lovda parvarish qiluvchi shaxsning holati muhim bo'lishi mumkin. Moddiy yordamda oilaning daromadi hisobga olinishi mumkin. Agar shartlar o'zgarsa, to'lov ham qayta ko'riladi. Shu sababli kartaga tushayotgan pulning tarkibini bilish kerak. Qaysi qismi pensiya, qaysi qismi qo'shimcha to'lov. Ikkinchi no'oncha tizim o'zi biladi deb kutib o'tirish ham noto'g'ri. Ha, elektron bazalar bor, lekin har doim ham ma'lumot bir kunda yangilanmaydi. Agar siz o'z vaqtida xabar bermasangiz, bir necha oy ortiqcha to'lov yig'ilib qolishi mumkin. Keyin esa men aybdor emasman. Tizim o'zi to'lagan degan gap har doim ham sizni majburiyatdan ozod qilmaydi. Chunki pensiya oluvchi yoki uning vakili muhim o'zgarishlarni ma'lum qilishga mas'ul bo'lishi mumkin. 3-nuoncha ishonchnoma bilan pul olish. Agar pensioner sog'lig'i sababli bankka bora olmasa, u ishonchli shaxsga qonuniy tartibda ishonchnoma berishi mumkin. Bu taqiqlanmaydi. Lekin ishonchnoma rasmiy bo'lishi muddati o'tmagan bo'lishi. Pensioner tirik va o'z xohishi bilan vakolat bergan bo'lishi kerak. Ishonchnoma bor ekan, vakil hamma narsani xohlagancha qilaveradi degan emas. Vakil pensioner manfaatida harakat qilishi kerak. Agar pensioner vafot etsa, odatda ishonchnoma ham o'z kuchini yo'qotadi. Shundan keyin pul yetish mumkin emas. 4-nuoncha ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi. Ko'pchilik o'ylaydi, mendan bir yo'la 10 million so'rashsa, qayerdan topaman? Amaliyotda holatga qarab to'lovni bo'lib qaytarish, pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolish yoki sud tartibida hal qilish masalalari bo'lishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l muammo paydo bo'lishidan oldin xabar berish. Chunki 2 oyda yig'ilgan 2 millionni hal qilish osonroq, 2 yilda yig'ilgan 20 millionni hal qilish esa ancha og'ir. 5-nuoncha pensionerning o'zi savodsiz yoki yoshi katta bo'lsa ham qarindoshlari befarq bo'lmasligi kerak. Otam bilmaydi, onam tushunmaydi degan gaplar hayotda ko'p uchraydi. Lekin aynan shuning uchun farzandlar hujjatlarni tartibga solishi, kartadagi harakatlarni tushuntirishi pensionerga zarar yetkazmasligi kerak. Pensionerning pensiyasi oilaviy umumiy kassa emas. Bu pul avvalo pensionerning o'z ehtiyoji uchun. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, parvarish, kiyim-kechak va shaxsiy xarajatlar uchun beriladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz qaysi asosda tayinlanganini bilib oling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovmi? Buni bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi ma'lumotlari va mavjud hujjatlarni oling. Ikkinchi qadam. Oxirgi 1 yil ichida sizda qanday o'zgarish bo'lganini yozib chiqing. Ishga kirdingizmi, ishdan chiqdingizmi, manzil o'zgardimi, chet elga chiqib keldingizmi, nogironlik guruhi o'zgardimi, farzand o'qishni tugatdimi, oila tarkibida o'zgarish bo'ldimi, pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga pul tushdimi? Bularni qog'ozga birma-bir yozish kerak. Shunda mutaxassisga aniq savol bera olasiz. 3-qadam, agar shubhali holat bo'lsa kutmang. Pensiya jamg'armasiga borib yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya to'lovimga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat yuzasidan tekshiruv o'tkazib, to'lovlar qonuniyligini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, uni yashirmang, qonuniy tartibda hal qilishni so'rang. Yozma murojaatning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam, bank kartasini xavfsiz qiling. PIN kodni o'zgartiring. SMS xabarnomani pensioner yoki uning eng ishonchli vakili nazorat qiladigan telefon raqamiga ulang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar kimdir kartadan ruxsatsiz pul yechayotgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling va zarur bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 5-qadam, pensioner vafot etgan holatda tartib biling. FDYO orqali o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Keyin tegishli idoralarga xabar beriladi. Dam puli, meros, vafot oyidagi to'lovlar va boshqa masalalar qonuniy tartibda rasmiylashtiriladi. Eng asosiysi, vafot etgan odamning kartasidan keyingi oylar uchun tushgan pullarni yashirincha yechmang. Bu oilamizning puli deb oqlanmaydi, chunki har bir to'lovning huquqiy asosi bor. 6-qadam, barcha hujjatlarni saqlang. Pensiya tayinlangan qaror nusxasi, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishga kirish yoki chiqish hujjatlari, bank ko'chirmalari,
ishonchnoma, ariza nusxalari alohida papkada tursin. Oddiy papka ko'p muammoni oldini oladi. Bugun kerak bo'lmasa ham ertaga tekshiruvda yoki qayta hisob kitobda juda asqatadi. 7-qadam. Og'zaki gapga tayanmang. Mahalladagi falonchi shunday dedi. Bankdagi tanishim bo'laveradi dedi. Qo'shnim ham shunday qilyapti degan gaplar sizni himoya qilmaydi. Har bir muhim masala bo'yicha rasmiy idoradan yozma javob yoki hech bo'lmasa ro'yxatdan o'tgan murojaat raqamini oling. Shunda keyin nizol vaziyat bo'lsa, siz o'z vaqtida murojaat qilganingizni ko'rsata olasiz. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiya uchun pensiya olish taqiqlanmagan, lekin pensiya noqonuniy olish, o'zgarishlarni yashirish. Vafot etgan odam nomidan pul yechish, kartani nazoratsiz boshqalarga berish va shartlar o'zgargan bo'lsa ham xabar bermaslik qat'iyan xavfli. Hozirgi tizimda bunday holatlar baribir aniqlanishi mumkin. Aniqlanganda esa ortiqcha to'lovni qaytarish, to'lovning to'xtashi yoki boshqa javobgarlik kelib chiqadi. Men sizga mutaxassis sifatida eng oddiy maslahatni beraman. Pensiya masalasida hamma narsani ochiq, hujjat bilan va o'z vaqtida qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, bugunoq pensiya jamg'armasiga yoki tegishli idoraga murojaat qiling, vaziyatni aniqlashtiring, kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizning oilangizda shunday holatlar bo'lganmi? Pensiya kartasi, ortiqcha to'lov, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensionerlar bilishi shart bo'lgan yana muhim imtiyozlar va xavfli xatolar haqida gaplashamiz.